Xo'p, hammasi yaxshi. Soat ham 9 bo'libdi. Endi esa ishimga borishim kerak. Endi bu yerdan hamyonimdan mayli ozgina pul olaman va mashina kaliti va uyni kaliti va normali. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana mana o'sha Krif va meni yangigina videorolimga xush kelibsizlar bolalar. Xullas bolalar, hozir men har doimdek bilasizlar, ustaman. Usta hayotining ikkinchi qismi. Endi esa bolalar, xullas ishimga chiqishim kerak. Endi bu yerdan bilmadim qancha olsam bo'ladi. Menimcha bu mayli, mana buni olsam yetadi menimcha. Endi esa qolganini solib qo'yaman va ishimga chiqishim kerak. Yana bular kim bo'ldi? Mayli, hozir yo'qni ko'ramiz. Mayli, albatta sizlar videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Voy, barakat nima bo'ldi? Bo'ldi. Endi esa bu yerdan ozgina bitqolni yuborishim kerak. Qani, oppa. Suv ham oqmayapti, palikatni suvi ham nimasi bo'ladi, pul tugab qolibdi. Mayli, suvi ham pul soldirishim kerak. Mayli, nima ham qilardim? Stop. Mana bu yerda kim? Bitta odam. Xo'sh bolalar, короче, men aytdan hozir ko'p kiyimli bola chiqadi. Mana shuni o'zingizlar bir tarbiyalab qo'yinglar. Bular kimligini bilmadim, lekin hech tanimasa ekanman. Hamali u yo'q bilan meni ishim yo'q, lekin ishimga borishim kerak tezroq. Palakat tira amali. Endi esa tezroq ishimga borishim kerak. Endi esa bu yerdan xullas kostyumni kiyib olaman. Sababi nimasi bo'ladi? Tashqari normal sovuq. Sovuqda qolib ketish albatta niyatim yo'q. Endi esa tezroq tashqariga chiqamiz. Oppana va normal hammasi. Shunday qarab oling. Stop. Siz chaqiryapsizmi? Xo'sh, короче, mana shu klass men bir aytishgan bo'ladi. Hozir siz bir ko'rib oldim. Nima deysiz? Okey bo'ldi. Maytons. Jinni bular, voy, palakat. Tushunarli, demak, bular bilan shikal qilish kerak edi. Hozir o'ziga ishonib borgan odam dira. Nima senga? Voy, palakat. Bularni mushti qattiq ekan. Voy, hozir telefon bilan ursam ekan. Yo'q, telefonim sinib qoladi axir. Normal, hozir orqasidan boramiz. Voy, palakat. Senga. Voy, palakat nimaga tegmayapti? Juda ham choqqon ekan palakat. Ol. Voy, palakat. Bu to'ta o'lish niyat yo'q buni. Voy, yo'q, prosta qochamiz bo'ldi. Moshtamga minib qocham. Men undan ko'ra, sababi bular o'zi meni triklarni ko'm boshi mumkin. Qochdik. Orqamdan bo'ldi, quvib kelmayapti menimcha. Ayagan bo'lsa kerak. Palakat edi bu ham qo'ya. Stop. Men qochib ketishim kerak. Ovchilar voy, palakat o'tir va qochdik. Prosta sur. Endi sekin burilamiz. Palakat, qoch, palakat. Bunchalik ham mushti qattiq bo'ladimi? Bularni qalab o'p kelishyapti. Menimcha voy, palakat orqamdan endi qolib ketdi. Sal qo'sa odamni o'ldiraylikchi, lekin o'zgina betimga qattiq tegdi-yu. Mayli, bilmadim. Shunaqa banditlar to'g'risini aytsam juda ham ko'p bizning shaharda. Nimasi bo'ladi? Bezorlar desa ham bo'lardi bularni. Mayli, endi esa tezroq ustaraxonamga borish kerak. Stop. Palakat qo'ng'iroq qilyapti yana. Hozir ko'taramiz. Stop. Notanish nomer, bilmadim kimligini. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum, bu ustaxonami? Ha, ustaxona boshlig'i. Xullas kalom, menga bir KAMAZni remont qilib berishingiz kerak. Bo'ldi, mana o'sha kelib qoldim hozir. Mayli, iltimos tezlashing. Xo'p. Va всё. Cho'ta kimligini bilmadim, mayli. Menimcha bitta nima bo'lsa kerak, klient bo'lsa kerak. Tanmayman. Hozir boramiz. O'sha kelgan paytda qo'ng'iroq qildi. Mayli, hozir bir amalimiz. Endi sekin mana bu yerdan o'tamiz va mana bu yerga mashinani sekin qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Stop. Hech kim yo'q-ku axir. Mayli, hozir stop. Voy, palakat buz bordi mana bu yerni. Shu mashinani nimasi bo'ladi? Baglari juda ham yomon. Minecraft baglari demoqchiman, ya'ni. Palakat. Voy, mana bu yerga tekib qopti. Hozir sal ozgina orqaroq qo'yamiz. Voy, palakat. Ko'rsa bu juda ham tez mashina, Jiguli bo'lgani bilan, bu baribir bu Markniki, Mark do'stim berib turgan edi. Endi esa yo'q. Buni hozir to'g'rilab qo'ymasak bo'lmaydi va oppa va normal mashina ham yaxshi turdi. Endi esa tezroq borishim kerak. Stop ana ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu ustaxona boshlig'i sizmisiz? Ha, ustaxona boshlig'i menman. Xullas kalom, shu KAMAZni remont qilib berishingiz kerak. Tushunarli. Demak, mana bu KAMAZni remont qilish kerak. Xo'p, mayli, unaqa bo'lsa, o'zim remont qilib uyingizga olib boraman, adresni bersangiz bas. Mana adres, pulni kelishamiz. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Mayli, unda ishondim. Mayli. Borat, sog' bo'ling. Bitta klient, ya'ni bitta plus klient desa ham bo'ladi.
Bu KAMAZning ahvoli bitta ahvoli. Qatib ketdi, amali ketib qoldi. Bu KAMAZ to'g'ri desam, chirib yotibdi, chirib. Qara nimalar bor ekan? Normal ko'p narsa borga o'xshaydi. Juda ham yaxshi. Endi esa mana buni chekkaga olib qo'yamiz hamma narsamni va kelli mana bu narsalarimni mashtamni orqasiga solib qo'ysam ham bo'ladi. Sababi yo'qotib qo'ymasligi uchun albatta. Sababi bu kvartiramni kaliti. Agarda yo'qotib qo'yadigan bo'lsam, meni kechirishmasligi aniq. Stop. Palikat aytgancha buni axir nimasi yo'q, bagaji yo'q. Sababi Minecraftda shunaqa qilib yaratilgan mashina. Mayli, stop. Aytgancha buni eshigini yopib qo'ymayman. Boyagidek bezorlar kelib yana mashinamni olib ketishmasin va все normali. Mark do'stimniki bu mashina, menga berib turibdi, просто piyoda yurma do'stim deb. Shunga ham shukr. Endi esa buni ochamiz va qaranglar bo'ldi. Sizlarga hozir bir narsa ko'rsataman. Ya'ni men o'zgina nima qildim? Ya'ni remont qilib, mana bunaqa narsalar olib keldim. Ya'ni bu esa stanok, bu esa stol va mana bu ham stol. Shu uchtalasini olib keldim. Juda ham yaxshi va endi esa buni sekin remontni ham boshlasak bo'ladi. Normal, ko'p narsa bor ekan. Stop, mana buni chekkaga olib qo'yaman va pulimni ham chekkaga olib qo'ysam bo'ldi. Bas, undan keyin esa mana bularni hammasini olishim kerak bo'ladi. Sababi pullar bilan men hali buni remont qilaman. Lekin buni ahvoli to'g'risam bir ahvol. Mayli, endi esa buni sekin remont qilishni boshlayman. Endi esa bu yerga mana bu narsalarni o'rnatamiz. Bu yerga mana bu o'rnatiladi. To'g'risam chirib yotibdi bu. Mayli, endi esa stop. Mana bu nima bo'ldi? Mayli, solib qo'yaylik. Bilmadim. Egasinikidir. Mana bu bitta nima, ya'ni o'tirg'ich va mana bu esa roli ham bor ekan. Rolni ham men solishim kerak. Bilmadim, o'zi solib olsa bo'lardi. Lekin qo'lda kelmasa kerak. Yana bilmadim. Normali. Endi esa shu ikkita eshikni solishimiz kerak va hali bu yerda buni bondlarni hali birma-bir qotirib chiqish kerak. Normali. Ko'proq vaqt oladi-yu, hamali noloj qilishim kerak va u yaxshi o'rnatildi. Endi esa mana buni ham eshikni o'rnatamiz va juda ham yaxshi o'rnatsam, chotki bo'ldi. Endi esa buni bitta bo'yashimiz kerak. Mana bo'yash narsasi bor ekan. Ya'ni bu bo'yaydigan o'zi shunaqa narsasi. Bilmayman, bu ichida bo'yog'i bor ekan. Sariq ekan, sariq. Normal. Endi esa mana bu yerdan mana bu kulchimni olaman va bosh kiyimni va o'zimni chotki kiyimlarimni kiyib olaman. Endi oppa, mana buni yechib qo'yamiz va endi mana bu hisob qo'ysam va normal. Endi esa mana buni ham kiyamiz va biz nimamiz? Va biz ustaxona, ya'ni ustachimiz, hammasi normali. Boshqa narsa qolmadi. Endi esa buni sekin bo'yashga o'tsak ham bo'ladi. Endi teshikni oralariga ozgina sepib chiqsam va все. Bo'ldi. Ichiga dijita ham tugadi. Eng muhimi yetdi. Men to'g'ri aytsam yetmaydi deb o'ylagandim. To'g'ri aytsam romni yetdi. Normali. Endi esa to'g'ri aytsam mana sariqgina, zo'rgina bo'ldi. Mana o'zingizlar ko'rishlar mumkin. Baho berib ketasizlar kommentariyaga. Endi esa buni boyaga adres bo'yicha olib borishimiz kerak. Qani ko'ringlar qaysi yer ekan? Juda ham yaqin ekan to'g'ri aytsam. Mana bu tarafdagi eski magazin. Normal. Endi esa o'sha yerga buni olib borishimizga to'g'ri keladi. Endi esa bu yerga mana bu stop bularni mana buni o'zi egasini o'ziga berib qo'yganim yaxshiroq. Mayli, mana buni endi mana bu yerga solib qo'yaman va hammasi normal. Endi esa adres bo'yicha boramiz shu yerga. Endi bitta test qilib ko'ramiz buni. Yuradimi, yurmaydimi? Oppanaq o'tiramiz va qani sekin yurdi. Juda ham yaxshi to'g'ri aytsam, hammasi top-toza narsalar bo'ldi. Mana o'zingizlar ko'rishlar mumkin. Bilmadim bunga endi qancha pul beradi. Agarda insofli odam bo'lsa, ko'p so'radi. Ko'proq pul berishim mumkin. Endi esa sekin buni orqaga haydab chiqib ketamiz. Albatta buni bir yerga qarab buzib olmasligim kerak. Sababi buni agar buzib oladigan bo'lsam, to'lashim qiyin bo'ladi. Endi mana bu yerdan sekin burilib ketsa ham bo'ladi. Orqaga ozgina nimasi bo'ladi, parkovka qilishimiz kerak. Ya'ni parkovka emas, men aytmoqchimanki, orqaga ozgina oldindan qaratib olishimiz kerak. Shu KAMAZni orqaga qaratish to'g'risini aytsam juda ham qiyin bo'ladi. Mayli, bir amallasa bo'ladi. Endi o'ppana qilamiz va yaxshi. Bir amallab chiqib oldim. Endi esa sekin o'sha palakat adres aytilgan joyga boramiz va mana bu tarafdan chiqib ketsak bo'ladi. Menimcha palakat voy sekin normal emas. Endi esa qirib yoki deb balovatlar qilib olmayman degan umiddaman. Agarda buni qirib oladigan bo'lsam, to'lashim bo'yatgandek qiyin bo'ladi. Sababi bilasizlar, KAMAZ narxi juda ham qimmat bo'ladi. Ayniqsa mana bunaqa Rossiyani KAMAZi. Rossiyani KAMAZi arzon bo'ladi. Mana bunaqa zamonaviy KAMAZlarga qaraganda, lekin bu ham arzon KAMAZga o'xshamayapti. Svetlari ham, faralari ham yonadi. Yomon to'g'risini aytsam
ozgina qo'rqganimdan bu mashinani qirib olishimdan shu gaplarimdan unutib qolyapman. Tak endi siz sekin mana bu tarafga burilarkanmiz. Mana bu o'sha eski bozor. Tak endi sekin stop. Hammasi normal. Endi mana bu chekkaga sekin chiqamiz. Endi egasini kuchi qoldi. Egasi o'zi chiqishi kerak. Mana bu yer aytilgan mamcha. Kirish joy mana bu yer bozorga shu yerga qo'ysam bo'ladi. Tak endi sekin va mana bu yerga qo'ysak va endi normal. Endi eshigi cho'ta ochilmadimi? Mayli, Minecraft ozgina mamcha bug bo'ldi. Mana chiqdi. Remont bitdimi? Ha, tayyor bo'ldi. Ha, juda ham zo'r, menga yoqdi. Rahmat. Endi pulini dollarmi? Stop, qancha? 800? Ha, bemalol olishingiz mumkin. Sizga kattakon rahmat. Rahmat, lekin kutmagandim. Mayli, sog' bo'ling, ishingizga omad. Mayli. Sog' bo'ling. $800 berib bordi. To'g'risini aytsam, past odamga o'xshamagandi. Tak endi esa mana buni tashlab yuborsam ham bo'ladi, lekin mayli, o'zim gap qo'yganim yaxshiroq. Sababi nimasi bo'ladi? Ekonoma qattiq yetdi. Yer yutib yubordim hozirgina. Mayli, yo'q ular mana shumi, voy, palagat mana buni berish yoddan chiqibdi-yu. Mayli, rozi bo'ladi degan umiddaman. Shuni o'zimga olib qolaman. Sababi agarda ana bunaqa mashina bo'yash kerak bo'lsa, juda ham kerak bo'lar ekan. Sababi juda ham zo'r bo'yarkan mashinalardan menga yoqib qolgandi. Kakaras endi esa ana bu KAMAZni bilmadim, u bilan nima tashishadi. Mayli, u yoq bilan men qiziqmasam ham bo'ladi. Tezroq yugurib endi ustaxonamga borib olsam bo'ladi. Tak endi harakat nima bo'ldi? Nisdan uraman deyapti. Mayli, endi sekin tezroq qaranglar, gapni qaranglar. Tezroq endi ustaxonamga yetib olsam bo'ldi. Tak sekin qana tezroq yugura qol va endi esa mamcha bo'ldi. Boshda klient bo'lmasa ham kerak. Kutib o'tirsam balkim kelishi ham mumkin. Tak endi esa buni buzib qo'yaman. Buzib tashlasam ham bo'ladi. Bu sandiqni o'zimga olib qolsam ham bo'ladi. Stop, bu yana nima bo'ldi? Mayli, boya qolib ketgan biratandan tashlab yuborsam ham bo'ladi mamcha. Kerak emas narsa. Bilmadim, bir chirik narsaga o'xshayapti. Men esa mana bu sandiqdan mana bu yerga qo'ysam va ichkarisiga mana buni solib qo'ysam, cho'tki bo'ladi mamcha. Normal. Endi esa keyingi qismda men shu garajimni kattaroq qilmoqchiman. Sababi yanada mana bunaqa instrumentlar sotib olmoqchiman. Sababi bu instrumentlar hozircha juda ham kam. Ko'paytirmoqchiman bu instrumentlarni va ustaxonamni ham nima bo'ladi? Kattaroq qilaman. Juda ham yaxshi. Ungacha esa normal pul kerak bo'ladi. Hammasi normal. Endi esa menimcha uyimga borsam ham bo'ladi. Bugungi ishim ham tugadi. Endi esa eshikni yopib qo'yaman va hammasi normal. Endi esa uyimga boraman aytgandek va mana bu yerda hammasidan voy balagat. Bu yerlarni stop, bu yerlarni nima bosib ketibdi? Chang bosib ketibdi. Mayli, endi esa bularni tashlab yuborish kerak bu yerga. Bir yerga qayerga, lekin qay yerga tashlab yuborsam bo'ladi-ya bu yerni. Davayta bo'la yerga ko'mib boramiz. Baribir yerga nima bo'ladi? Hamma ziyon yetkazayapti baribir. Ziyon yetkazayotganlar soni to'rsaytsam, umuman kam emas. Endi esa uyimga borsam ham bo'ladi. Bugun normal mamcha yaxshigina pul ishlab topdim. $800 kuniga, bir kunda $800 bu juda ham ko'p to'g'risiga aytsam. Tak endi esa sekin orqaga yuramiz va uyimga sekin borsam ham bo'ladi. Tak endi mana bu tarafdan davayta bugun mana bu tarafdan chiqib ketamiz. Sababi mana bu tarafdan sal yaqinroq, ozgina qiziq qolmaydi. Ya'ni mashina bilan ozgina aylanishni xohlayapman. Shuning uchun qaranglar, juda ham tez yuradi. Juda ham yaxshi. Jiguli baribir. SSR davridan qolib ketgan mashina. Tak endi qayerdan borsam bo'ladi? Davayta mana bu yerdan sekin kirib ketamiz. Endi sekin mana bu yerdan va juda ham yaxshi. Tak sekin va normal. Endi esa mana kirib ham ketdik. Juda ham yaxshi. Tak endi esa uyimga mana bu taraf. Voy balakka. To'g'risini aytsam, o'z boshimchalik qilmasdan mana bu tarafdan yurganim ham yaxshi edi. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Endi esa sekin mashinamga o'tiraman va mana bu yerdan chiqib ketib uyimga borib damni olaman. Voy palagat, lekin sekin adminlarga aytdim, mashinamni qaytadan nima qilib berishdi. Juda ham yaxshi. Sekundlarda u narsa bo'ladi. Prosesda komment emas, cheat yozsa bo'ldi. Banditlar ketishdi, juda ham yaxshi. Yana hozir borganimdan so'ng yana meni uradi deb o'ylashgandim. Yaxshi ketishdi. Tak endi esa mana bu yerga sekin palagat o'tib ketman. Tak kvartiramga qo'yib qo'yaman mashinamni va qanaqa kvartira? Tak endi esa mana bunaqa qilib va hammasi normal. Mashinamni ham qulflab qo'ydim. Endi esa uyimga borib damni olaman. Palagat, orqamga qarab kiryapman. Mayli, endi esa
tak eshigimni ochaman tak opana qilib va normal endi esa voy palakat o'zi tokni pulni zo'ra to'layapman shunaqa qilib tokni qalaylar yoqib ketganimga mayli endi bo'lib turadi ozgina odam chashashda tak endi opana qilamiz va yangi pullarimni esa mana bu hammamga solib qo'yaman va bizada polni $920 pul bo'ldi. To'g'risini aytsam juda ham yaxshi, juda ham ko'p pul. Tak endi opana qilamiz va xullas kelam mana bu yerga kirib ozgina bitcoinni yuvib olaman. Voy palakat stop bu yerda cho'ta palakat stop mana bu yerda va bo'ldi. Nimaga qorong'u bo'lib qoldi desam, yodimda ham yo'q. To'g'risini aytsam ishi mana buni o'chirganimni sababi juda ham charchab keldim. Tak endi esa bitcoinni yuvib va sovuq suvga juda ham yaxshi. Endi esa ichkariga kirib damni olaman. Opana va endi esa mayli sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men o'sha usta Krif.